Yo'lovchilar va itlar. Kechki payt ko'chada ikki og'ayni borar edi. Suhbat qizigan ayni. Bir ko'ppak darvoza ortidan chiqib, to'satdan ularga akillay ketdi. Shu zumda har yoqdan vovullab kelib, qarabsizki, itlar 50 ga yetdi. Oshnolardan biri tosh olgan chog'i, "Qo'ysangchi, og'ayni", dedi o'rtog'i. Baribir bu bilan tiyilmas itlar bekorga quturib ketar, beshbattar. Men yaxshi bilaman, ularning fe'lin, yuraver, o'zlarida tinchiydi keyin. Xuddi itlar kabi hasadchilar ham nimaiki ko'rsa ko'tarar g'avg'o. Sen esa yo'lingdan qolma, bos qadam, hasadchi maqsadga yetolmas aslo. Bosishgan ediki 30-40 qadam, chindan ham itlar sekin asta hovuridan tushdi. Sal o'tmay barining ovozi o'chdi.